Assalomu alaykum tug'anlar, videoni ko'rib o'tganlar, подписчиктер. Endi qandan beri video chiqarganim yo'q edi. Bir zerigib qolib chiqarib qo'ying dedim-da endi. Ximikat to'g'risida, boshqa narsalar to'g'risida, mimijimish to'g'risida bir so'zlaylikcha. Ko'rdingiz, mana olmalar, guldir, kartoshka, fındık. Короче, 2 tüp fındık, 3 tüp fındıkta matışnini sataman. Matışni ona 2 çekeste turadi onda. Yani bir, ikincisi. Kim biri o etti trapezun var. O'zim başmen trapezun 3. 3'ünü 5000'ge alatırganda dijilayışlar bo'lsa, çalgıla. Telefon numaramı bilesinglar, her bir videolarımda koyup ketganman. WhatsApp'da var, telefon numaram da var, aktarıp topib, çalgıla kuzga qazib olib ketesinglar. 5000 üçövi. Matishni, чистый, original. O'zim bosh menim trapezund. Qrimdan kelgan. Mana shu yerga adaptatsiya bo'lgan. Ostidan chiqqanlarini, podvoylarini qanday ko'chat qilishni men ko'rsatib qo'yaman. Uyga borib ko'rtirasinglarda chiqqanidan shu ko'chat qilib boq qilam desinglar, boq qilasinglar. Sotam desinglar, sotasinglar. Shunday tug'anlar. Jilashi bo'lsa, QR kodimni qo'yib qo'yaman, bank kartamni. Yarım akçasını bo'lsa ham qo'tarib qo'ysa, keyin olib ketayotganda yarım akçasını berib olib ketadi. Короче, 3 Qrimdan kelgan ko'chat, matishni. Mana shu yerga adaptatsiya bo'lgan. 2 yildan beri adaptatsiya bo'lib o'tadi. Shuni sotaman. Kimga kerak bo'lsa, olib ketsin kuzda. Akçasını hozir to'lab qo'yib, jarmini olib ketsin. Endi короче, tug'anlar. Dağın bir, ana alma, gilas, örük, köp narsalar, grusha, olmurut. Şu bardığı pişkan yo'q. To'lu zonalarda hem qo'rilgan. Şoňa ximikat sepkengер. Mana bir ximikat var, hozir pauzat qilaman. Pauzada suratini qo'yaman. Shu suratiga qarab o'sha dorilarni top sepsanglar, o memesini cho'ng'aytiradi. Shirinligini oshirib, memesini cho'ng'aytiradi. Dag'in ximikatlar bor, cho'ng'da turgan. Shunday, shuning uchun tug'anlar, men aytganimda dag'in bu anday deb dövrib o'tadi, manday deb dövrib o'tadi deydi. Men o'zim shunday so'ylayman. 2 ximikatni suratini chiqaraman. Aktarib top qilaman shuni. Topsanglar, shuni shu grammi qanchaligini qarab turib, instruksiyasiga qarab chechasinglar. Shu nega düzümga chechsam bo'ladi, gilasga chechsa bo'ladi, o'rikka, olmaga, bardiq narsaga, memaga chechsa bo'ladi. Ejebikaga. Короче, olmanglar jebsam boshqa narsalar shu 100 gramdan olgan bo'lsa, o'sha darini chechgandan keyin 200 gram bo'lib qoladi. Отвечаю, garantiya. O'sha men aytgan narsani topib turib chechsanglar, отвечаю, garantiya. Buni eksperiment qilgan bolalar bor O'zbekistonda, o'zbek bolalar, do'stlar bor. Do'stlar shular qilishadi, shular chechishadi. Aptekalardan surishtiruvda aktarib top qila. Iloji boricha shuni aktarib topib, hozir chechish kerak. Nimaga deganda hozir qo'rilgan, hali pishgan yo'q. Olmalar, gilaslar endi pishib o'tadi, sekin-sekin. Mana valavoylarga chechish kerak aslida, tezroq.
tezroq volovoyga chachish kerak. Bo'lsam vaqt o'tib ketadi. Bir yo'l ele chachilsa bo'ldi, normalni. Keyin dag'in pishqichayin dag'in oradatib turib, orada 10 kundan keyin dag'in bir chachib qo'ysa bo'ladi. O'zi bir yo'li, ikki yo'li chachsa bo'ladi. Shularni qilasizlar. Men changday turgan qaysi daraxtni changlatgani chachish kerak bo'lsa, ol ximikatni dag'i. Anan tug'anlar shuni bir bilib qo'yganlarki, ömrüde ximikat ushlab ko'rmagan, ömrüde bog'bonchilik bilan alektanmagan, eksperiment qilgan, bir narsani bir yerdan olib kelib ko'rtirmagan, hozirgi jonli nimalar agronomlar ko'pda. Bir yil boshlagan bo'lishi mumkin. Bir ko'chat olib kelib, mana bunda qilasan, mana bunda qilasan degan bo'lsa, shunda qilayotgan bolalar ham bor, kishilar ham bor, xotinlar ham bor. To'g'ri kelgan narsani qilaveradilar. Oldin o'zingizda praktikangizni qilinglar. Bizda ota-bobolarimiz qilgan, shu go'ng, qiq deydi. Hozir mana biohumus chiqdi. Biohumus eng zo'r zakonni. Misal mana bu olma bo'lsa, mana olma, josimo funduga, funduk. Şunu mana chekasidan chachish kerak-da, biohumus. Mana ostiga solish kerak emas. Mana undan yarım metr uzoqqa solib turib, chopib qo'yish kerak. Unda glupako chuqur choppas kerak. Shu tuproqqa aralashtirib qo'yish kerak. Bo'ldi. Shunday qilganlar. Amafost, biomafost o'zini vaqtida, kaliydi, kalsiydi o'zini vaqtida solish kerak. Bu narsalarni kuzda solish kerak. Kuzda solib daraxtni bog'ib qo'yish kerak. Hozir odamlar kimisini borib tutasan, kaliy soling, kalsiy soling deyotib borib daraxtga solib daraxtlarni narkoman qilib tashlashadi. Keyingi yilda bir ikki yildan keyin jalvirog'i sarg'ayib qoldi, jalvirog'i og'arib ketdi, sarg'ayib ketdi. Nimadan ekansa kim biladi endi, mana solingda, mana temir kuparoz chachingda, mana met kuparoz chachingda zo'r bo'ladi. Mana bordi qilingda, bordi qilsangiz zo'r bo'ladi. Dever aptekani ham bir tushungan aptekachi bo'lish kerak. Men sizlarga o'tgan yilda aytdim. Entomolog. Yana shu dorilar meni cho'ng'aytiradi. Shu dorilarni chechkilar. Shanbasiga chachib eksperiment ko'rdilar. Topqilar. To'lqa bu darini topish bor. Bu darini topsangiz bo'ldi. Potensiya meni bioenerji degan dori. 20 grammdan 10 grammdan 20 grammgacha chashiladi. Bir yo'l yaxshi chashib qo'ysa, jetishadi o'zi. Hozir mana g'o'rlar. Mana o nimalarga bordiq narsalarga shu bir yo'l chashgan yaxshida. Bir yo'l chashganda bilinadi. Shu pishqichayin ikki yo'l chashib qo'ysa, vobshe jorib beradi. Kallamday bo'lib ketadi. To'g'ri. Qabul qilasizlar degan o'ydaman. Kerakchi salomat o'g'lar. Kimga andaqa matishni funduk kerak bo'lsa, men telefon nomerimni WhatsAppga qo'yaman. Keyin QR kodimni qo'yaman. Kimga kerak bo'lsa WhatsAppdan cholsin. Сөйлешеміз. Narxi 5000. 3 ta matishni funduk daraxti var. 2 yillik. Şu kuzda olib egib, keyingi yildan уже ko'chatni chiqaraversa, keyin ko'chat qilishni boshlaydigan xohlasa. Bo'lsam 1 yil turib, keyin chiqarsa, ko'chat o'ziga ham bo'ladi, oylig'i ham bo'ladi, sotqani bo'ladi, uyiga ham bo'ladi. Kim fundukka qiziqsa-da.
Mayli salomat bo'g'la, tinch bo'g'la. Hozirgi men aytgan ximikatlarni topib chachsanglar, kakras hozirgidan ne momentda. Ana meni cho'ng'aytiradi. Ежевикаga, olmurotga, olmaga, pomidorga chachsa ham bo'ladi. Pomidorga chatsang ham katta bo'ladi, zo'r bo'ladi. Shunda qilinglar, tug'anlar. Eksperiment bilan yashaginglar, salomatda bo'linglar. Podpisatsiya bo'linglar, tez kanalimni tez ko'rginglar, oqtarib ko'rginglar. Nima Jashil dunyo degan kanalimda oti Jashil dunyo. Ondan keyin gardening deb bandaga inglizchada yozib qo'yganman. Gardening, bog'bon degani. Jashil dunyo topinglar, ko'rginglar videolarda. Salomatda bo'linglar, tinch bo'linglar, boy bo'linglar, bog'bon bo'linglar.